Станция студенческая. Yoshligimdan tibbiyotga qiziqqanman. Shu qiziqish meni Meditsinskiy universitetga olib keldi. Qanday qilib o'qiyman, begona yurt, tanishim yo'q. Uydagilar qarshi bo'lgan. Allohga tavakkal deb yo'lga chiqqanmiz. O'rtoq abituriyentlar va talabalar, biz kompaniya Apcenter 7 yil davomida O'rta Osiyo bitiruvchi bo'llari va Rossiyada ishlab kelayotgan bo'larni Rossiya universitetlarida o'qishda va o'qishga kirish jarayonlarida yordam berib kelyapmiz. Bu o'ylayman sizlar uchun yangilik emas. Biz 2026-yilga grant asosida, byudjet asosida o'qishga kirishga qabullarni ochdik. Qabul muddatlari qabul 5-dekabrgacha davom etadi. Imtihon jarayonlari mart va aprel oylari bo'lib o'tadi. Siz o'qishni sentyabrdan boshlaysiz. Sizda hozir katta imkoniyat birinchilar qatorida o'zingizga 1 yil oldin byudjet joyini band qilib qo'yish. Agar siz Rossiyada grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir 11-sinf talabasi yoki 2-3 yil oldin maktabni tugatgan bo'lsangiz, sizda hozir katta imkoniyat. Qayerga murojaat qilishni bilasizlar? WhatsApp va Telegram raqamlarimiz opisaniyada qoldiramiz. Sizlar bilan Apcenterda ko'rishguncha. Ismim Karimov Suhrob Sabirovich. Hozirgi kunda klinika doktor Shishoninda заведующий отделение lavozimida ishlayman. Buxoro shahrida tug'ilganman. Meditsinaga qiziqishim yoshligimdan bo'lgan. Shu qiziqish meni Tverskoy государственный медицинский universitetga olib keldi. Boshida juda ko'p savollar bo'lgan. Qanday qilib o'qiyman, begona yurt, tanishim yo'q. Uydagilar qarshi bo'lgan. Allohga tavakkal deb yo'lga chiqqanmiz. Allohga tavakkal deb Moskvaga keldim. Yana bir muammo tug'ildi. Bu universitet tanlash va qaysi yo'nalishni tanlash universitetda. Chunki Rossiyada juda ham ko'p universitetlar направление, то есть специалитет ham ko'p edi. Moskvaga yaqin universitet bu Tver shahridagi Tverskoy государственный медицинский universitet edi. O'qishga topshirish uchun dokumentlarni yig'ishni boshladim. O'qishga topshirish jarayonida priyomniy komissiyada Maxsus degan bir tojikistonlik bola bilan tanishdim. Hujjatlarni topshirishda yordam berdi. O'qishga topshirdik, o'qishga kirdik. O'qish jarayonida qiyinchilik ko'p bo'ldi. Birinchidan tibbiyot sohasi o'zi qiyin soha. Ikkinchidan boshqa tilda edi, o'zbek tilida emas. Har holda rus tilida dars o'tiradi. Qiynalish bo'ldi. Sessiya paytida Maxsus bilan birga tayyorgarlik ko'rardik. Juda katta yordam tegdi. Birinchi kurs o'qish jarayoni qiyin o'tdi. Ikkinchi kurs, uchinchi kursdan keyin o'qish yengil tushdi boshladi. Chunki ko'nikish boshlandi bizda. Men o'zim ko'nikishni boshladim. Birinchi kursni tugatib oldik. Birinchi kursda men o'zim shaxsan qiynalganman. Ikkinchi kursdan o'sha interes boshlandi meditsinaga. Eng qiziq kafedralardan bittasi anatomiya bo'lgan. Maxsus bilan har doim anatomiya kafedrasida o'liklarni titkilab, kovlab, odam a'zolarini o'rganardik. Jarayon qiziqarli bo'lishiga qaramasdan qo'rqinchli edi, qo'rqish bor edi.
Bunga qaramasdan biz o'qishni tugatdik. Ekzamenlarni topshirdik. Diplomni oldik. Bu hali hammasi emasdi. Chunki yana o'qishni davom ettirish kerak edi. 2 yillik ordinaturaga dokumentlarni o'sha yig'ishtirishni boshladik. Dokumentlarni topshirdim. Yo'nalishim vrach LFK и sportivnaya meditsina edi. 6 yillik o'qish jarayonida menga qiziq bo'lgan odam tana a'zolaridan biri bu bo'g'imlar, suyalar va muskullar edi. Ekzamenni topshirib, diplom olganimizdan keyin shu sohaga ordinaturaga topshirishga qaror qildim. Bu sohani mukammal o'rganib, shu soha bo'yicha ordinaturadan diplomni oldik. O'qishni tugatgandan keyin eng kuchli top 5 talikka kiradigan bir klinikadan taklif tushdi. Klinikada konkurs kuchli edi. Ishga kiruvchi talabgorlar orasidan eng kuchlilarini sarab olishdi. Shuni orasida men ham bor edim. 3 yil davomida oddiy vrach lavozimida, 4-yildan boshlab zavedushi darajasigacha ko'tarildim. Shu sohaga bo'lgan qiziqishim va muhabbatimni kuchaytirdi. Hozirgi kunda odamlarga qo'ldan kelgancha yordam berib kelyapman. O'zbekistonlik, tojikistonlik yurtdoshlarimizga, yoshlarimizga maslahat bergan bo'lardim. Hech nimadan qo'rqmanglar, hech qachon ortga qaramanglar. Eng asosiysi o'z orzularingizga sodiq qoling. Kimda kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, qayerga murojaat qilishni bilasizlar.